Bu yerda bir kishi so'rabdilarki, sizdan eng baxtli odam kim deb so'ralsa nima deb javob berardingiz deb. Men eng baxtli odam kim desa shunday javob berardimki, birinchi tavhidni bilib, islomni bilib, shu bilganiga hech qanday malomatchini malomatidan qo'rqmasdan amal qila olgan odam deb javob beradi. Inson haqiqatda baxtliki, o'zini fikri bilan hayotda yasholasa. Shu hozirgi hayotdagi ko'p kishilarning qiynalayotganligi iqtisodiy tomondan qiynalmaydi. Ko'p odamlar qiynaladi, o'zi bir narsani haq deb turib, shunga qila olmayotganligiga esilaveradi. To'g'rimi? Hayot agar odam bir narsani haq deb bilsa, shunga amal qilib yursa, lekin u o'zini nazdidagina haq olmasa, Allohning nazdidagi haqqa amal qilib yura olsa, bu odam juda baxtli odam. Agarchi uni boshida qilich o'ynab turib, chopilishlikka tayyor tursa ham unga parvo qilmaydi. Chunki bu ham o'zini fikriga muvofiq ish kelayotganligi. Bu ham Alloh taoloning huzurida shahid bo'lsam, eng misli yo'q darajatni olaman degan narsaga o'zining fikriga muvofiq ish. Hatto bu eng oxirgi hol, har bir narsani baxtligi bo'ladi. Birinchi tug'ilishda baxt saodat bo'ladi. U sizning ixtiyoringizda emas. Musulmon oilada tug'ilsangiz. Bu sizning ixtiyoringiz emas, birodarlar. O'zini go'daylik vaqtini baxtligi shuki, islomga muvofiq hayotda kechirsangiz. Bu yigitlik davrini o'zini baxtli bo'ladiki, ijtihodli bo'lsangiz islomda o'rganishlikka. Davlat topishlikni baxti bo'ladiki, Alloh subhanahu va taolo buyurgan joyga davlatingizni sarf qilsangiz. Kambag'allikni baxtligi bo'ladiki, Alloh bergan narsaga qanoat qila olasiz. Alloh bergan a'zolarni o'zini yo'liga sarf qila olasiz, bu salomatlikni baxt saodatligi. Yana bu o'lishni baxt saodat, o'lmaslik iloji o'lamiz. Bu shahid bo'lib o'lishlik. Bu o'lishlikni baxt saodati bo'ladi. Insonning eng baxt saodatligi islomning fikriga ega bo'lsa-yu va shu fikrga muvofiq yasholasa. Chunki azob chekmaydi. Mana Umar Hayyomning baytlari dod faryod qilib yozgan. Islomiy dunyo qarashga ega bo'lgan Umar Hayyom. Dod faryod qilib biz Umar Hayyomdan olmaymiz bir islom yo'lini. Umar Hayyomni bir shoir deb bilamiz, xolos. Ko'p odamlar Umar Hayyom manaqa degani bizga Umar Hayyom hujjat emas. Bizga masalan Navoiy hujjat emas. Bundan murod Navoiy yomon odam yo Umar Hayyom yomon odam degani chiqmaydi, birodarlar. Bizga hujjat kitob va sunnat, Qur'on va hadis. Shunga muvofiq bo'lgan odam, u odam to'g'ri gapi deymiz. Uni ham uni gapi emas, shunga muvofiq bo'lganligi uchun. Odamlar hamma odamlarni katta odam deb olganda, hamma odamlar yo'l qurib bergan odam deydi. Shuning uchun azob chekadi. Mana bu narsalar ham fikrli odamlarning ruhini qiynaydi. Bu Umar Hayyomning bu she'rlaridan bu dinsiz odamlarning fikrini chulg'ashlikka foydalangan. Xolos, islom mana bunaqa deb. Islom bunaqa emas, o'zlari toshlarni teraversin. Biz ishimiz yo'q. O'zlari fikrlar bunaqa noto'g'ri fikrlarni o'zlariga yopishtirishsin uni. Islom bizga Qur'on va hadis, sahih hadislar. Mana bu yo'lda kelgan yo'l bizga haq, mana bu yo'lda biz ma'sum yo'l deymiz. Saqlangan, xatodan saqlangan yo'l deymiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam havodan gapirmaganlar. Baxtli odam mana go'daylik, tug'ilish va davlatmanlik, kambag'allik, xullas umumiy baxtlilik shuki, qanday bo'lsa ham, boy bo'lsa ham musulmon bo'lsa. Kambag'al bo'lsa ham musulmon bo'lsa. Er kishi bo'lsa ham musulmon bo'lsa, ayol kishi bo'lsa muslima bo'lsa, bola bo'lsa musulmon bo'lsa, qari bo'lsa ham musulmon bo'lsa. Islomga muvofiq hayot kechira olsa, o'zining hayot bosqichida islomga muvofiq yashagan odam baxtli odamdir. Va u odam qarigan vaqtda attan qilmaydi. Yana hayoti takrorlansa, xuddi shunaqa hayot kechiradi. Sahobalar haqiqiy baxtli insonlar bo'lgan. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suhbatlarida bo'lishganlar. Nimaga buyursalar, shuni qabul qilganlar. Lekin jamiyatning baxtligi kim? Jamiyatda bitta rahbari bo'lsa, u havoyi nafsiga chaqirmasa, faqat Allohning yo'liga chaqirsa, u odamlar o'ylashdan xotirjam bo'lsa-da, bu odam haq yo'lga chaqiradi degan xotirjamlik bo'lsa-da, buyurgan narsasini qilaversa, o'lsa shahid bo'lib ketadigan yo'l olsa, yashasa, nihoyatda ajr bilan yashasa, molini bersa, jannatda sotib olsa, kambag'al bo'lib sabr qilsa, unga haqqiga men molim yo'q, duo qilib yordam beray desa, mana bu jamiyat ham baxtlidir, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning atrofida jamlangan kishilar haqiqiy baxtli bo'lganlarda, ular hech bir narsani o'ylashdan xotirjam bo'lishganlar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tanishganlar. U kishi hech havolarga buyurmaydigan kishi bo'lganligini bilishganlarda, nimaga buyursalar o'ylashmay qilishaverganlar.
Chunki bu yo'l albatta jannatga olib boradi deb bilishganlar. Mana bu haqiqatda baxtli jamiyatdir. Ular o'ylashmaganlar. Bu o'lib ketganlarini ham baxtli deyishganlar, yashaganlarni ham baxtli deyishganlar. Ular mol davlatlarini tutgan vaqtlarda islom yo'liga u baxtlimiz deb e'tiqod qilishganlar. Ammo ana shunday keyingi xulafolar davrida ham odamlar baxtli bo'lgan birodarlar. Baxtli jamiyat haqiqiy haq yo'lga, islom yo'liga chaqiradigan peshvosi bo'lgan jamiyatdir. Ayollarning ham baxtligiligi shuki, u turmush o'rtog'i islomga muvofiq kishi bo'lsa, u doim to'g'ri yo'lga chaqirsa, noto'g'ri narsasini ogohlantiradigan o'zini turmush o'rtog'i bo'lsa, mana bu odam, bu ayol kishi baxtlidir. Xatosi bo'lsa shu, saharda uni masalan tahajjudga uyg'otadigan o'zini turmush o'rtog'i bo'lsa, mana bu odam, bu ayol baxtlidir. Er kishilarning baxtliligi ayolga nisbatan qanday baxtli? Ya'ni ko'chaga chiqib ketayotgan vaqtda islomga xatosi bo'lsa ogohlantirsa ayoli. Ko'chaga chiqib ketayotganda, xususan hozirgi bizni iqtisodiy, hozirgi tufon davrida ittaqillaha fina va la tut'imna illa al-halalat tayyib deydigan ayoli bo'lsa, Allohdan qo'rqing bizni haqqimizda. Bizni xonadonga faqat halol tayyibni ko'tarib keling. Biz darvozaning ichiga kirgan narsani yeyveramiz, javobni siz berasiz. Ammo biz sizdan buni olib keling, uni olib keling demaymiz. Halol tayyibni ko'tarib keling deydigan oilasi bo'lsa, bu er kishi ham bu ayoliga nisbatan shunday ayoli borligi bilan baxtlidir. Baxtli kishilarning hamma sohada o'zini bir turi bordir. Otalarning baxtlisi Allohning buyrug'ini qiladigan, Allohni qaytargan narsasidan qaytadigan farzandi bo'lsa va ota adashgan vaqtida bu dadajon bu ish xato, bu islomga zid bu ishimiz desa, uni ogohlantiradigan farzandi bo'lsa, bu ota ham shunday farzandi borligi bilan baxtlidir. Farzandning masalan bu masalan farzand baxtlidir masalan. Otaning ham farzandga nisbatan baxtli yana bir joyi borki, xato ishni ogohlantirgan vaqtda farzandi baxtliligi. Dadasining xatosini aytgan vaqtida dadasi qabul qilsa va aytsa-ki, mendan vujudga keladigan odam mendan yuqori bo'lib, meni islom yo'lida xatoyimni aytadigan farzand tug'ilganligiga Allohga hamdlar bo'lsin deydigan bo'lsa, mana bu farzand ham shunday otasini borligi bilan faxrlansa, baxtliman desa arziydi mana. Chunki u o'rtada jang bo'lmaydi. Maqsadlari hammasi oilada islom bo'lsa, qaysi narsa islomga buyursa, shuni so'zi haq deb qabul qilinadigan bo'lsa, u yerda go'daylar ham hammasi huquqi bir bo'lsa-yu islom yo'liga yo'llasa, bu oila baxtli, go'yoki zohirda o'zi yerda yashayotgan bilan o'zi haqiqatda dunyoning jannatida yashayotgandir. Shundagina mana bu oilaga nisbatan baxtlilik, hamma narsani bir baxtligi bor. Yori birodarlarga nisbatan baxtli bo'lishlik, yori birodarlaringizdan nohaq bo'lsa, o'zingizni to'g'ri yo'lga chaqiradigan, sizni orqadan g'iybat qilmaydigan, sizni tuhmat qilmaydigan bo'lsa shu. Ustozlarning ham baxtligi shuki, farzand yaxshi solih shogirdlari bo'lsa, ularni to'g'ri yo'lga chaqirsa qabul qiladigan bo'lsa, bu ustoz ham baxtlidir. Ustozlar ham yana bir tarafdan baxtliki, shogirdlari xatolarni ogohlantiradigan shogirdlari borligi bilan ham faxrlanib, bu ham baxtlidir mana birodarlar. Xullas, jamiyat islom fikri bilan yashagan jamiyat baxtli jamiyatdir.